Do'stlar, bu videoni hammaga jo'natinglar, hamma bilsin. Mashinalarda yangi turi chiqibdi. Hammamiz Temu prilojeniyasini ishlatamiz. Temudan xarid qilamiz, olamiz, sotamiz. Telefon bo'ldi. Nima dedi Begzod? Bugun ertalab soat 8 dan o'tgan edi. Telefon qilishdi. Begzod qilmadingmi? Alisher Begzodmi dedi. Ha, Alisher Begzod. Nomingni qayerdan bilibdi? Bilmadim. Siz Temu programmasidan foydalanasiz dedi. Ha, foydalanamiz. Zakaz qilganmisiz narsa dedi. Ha, zakaz qilganman dedi. Tabriklaymiz. Unda siz iPhone 16 Pro Max yutib oldingiz. Bizga sizni pasportingizda ID raqami kerak bo'ladi, o'shani aytishingiz kerak bo'ladi va biz sizga uni pochtadan chiqarib yuboramiz deb aytishdi. Birinchidan chiqarib yuboringlar yutgan bo'lsam deganingga ID so'radi. ID pasportda ID'si kerak bizga dedi. Tushunarli. Mabodo pasportingizda ID raqamini berganingizdan keyin sizni nomingizga kredit olyapti ekan o'sha odamlar. Akalar, qanday qilib olyapti bu hakkerlar kreditni? Qanday qilib birovlarda telefon raqamidan chiqyapti bilmaymiz. Xudoning la'nati bo'lsin bunaqa mashinalarga. Ehtiyot bo'linglar, nomlaringizga kredit olib tashlaydi agar ID ni bersalaringiz. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Videoni hammaga jo'natinglar. Temudan telefon qilyapmiz deb so'radimi u mashinalar? Temu hech qachon hech kimga telefon qilmaydi. Men 1,5 yildan beri Temudan oldi berdi qilaman. Hech qanaqa telefon bo'lib siz yutdingiz falon bismadon demaydi bunaqa o'zbek tilida tim bo'li Xitoy platformasida. Undan tashqari shunday telefonni qo'ygandan keyin perizvanit qilsak boshqa odamning nomeri, siz boshqa joyga tushdingiz deyapti. Ya'ni xohlagan odamning raqami bilan sizga telefon qilib chiqadi. Ehtiyot bo'linglar, videoni hammaga jo'natinglar.